dada, sizni yaxshi ko'raman. Bo'g'zimga ne tiqildi shu dam, to'xtatolmas ko'z yoshin odam. Jon dadama, mehribon dadam, sizni juda yaxshi ko'raman. Mehringizdan yashnab yuraman, mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson, dada sizni yaxshi ko'raman. Alamlarim ko'zlarim yopay, yoningizga yuguray chopay. Keling bir bor bag'rimga bosay, dada sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Aytolmadim shu so'zni goho, dada sizni yaxshi ko'raman. Har kun sizni o'ylasam hamki, mehringizga to'ymasam hamki, kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Quchog'ingiz bunchalaram keng, jon bolama, jonim bolam deng. So'zlaringiz tillolarga teng, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina pokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadama, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, pokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Yegan har o'g'il qizni, zoriqtirmay o'stirgan bizni. Ota bo'lib angladim sizni, dada sizni yaxshi ko'raman. Dardin yegan har o'g'il qizni, zoriqtirmay o'stirgan bizni. Ota bo'lib angladim. Стали звезды на год взрослей, лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar, hurmatli janoblar. Iltimos qilardik, qo'linglar telefonlardan va albatta boshqa buyumlardan bo'sh bo'lsa, otajonimizga uzoq umrlagan holatda bo'lsa chiroyli va guldiroz qarsagiylari chalib qo'ysanglar. Yana bir bor assalomu alaykum deymiz bugun mana shundoq xonadonga. Otajonimizni tug'ilgan kunlari bilan qutlab, musofirlikdagi farzandlari Ulug'bek akamiz nomidan tashrif buyurganimizdan tashqari sizni farzandlaringiz, oila a'zolaringiz, umr yo'ldoshingiz, qo'ni-qo'shni qarindoshlar, o'zimizni jamoamiz Kaknus Production nomidan ham chin yurakdan tug'ilgan kuningiz bilan muborakbod etamiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Ilohim umringiz uzoq, rizqi nasibingiz butun bo'lishiga tilaymiz va Allohim necha yosh nasib qilsa albatta. Ammo shunday ham bo'lsa,
yaxshi kunlar hamma qatnashib o'tib nasib etsin. To'ylarida, narada hamma nasib etsin. Eng yomonga musulmon bo'lsin, to'ylarida hamma kelib o'tirib nasib etsin. Ey salomat bo'ling. Hava tebriklayman doğulgan gününüz bilen. Xudayım baxtımıza hemişe sağ salam. Xudayım 100 yaşlara girip, berzentlerinizi bizene baxtımıza sağlayın. Xudayım şu indiki yıl Ulgu Bekni uylantirgende, şu hemmemiz birgelikte, sağ salametlikte yürümek nasip etsin. Hemişe sağ salamet. Ey salomat bo'ling. Rahmat, oliy tilaklar o'zingizga hamrohingiz bo'lsin. Yaxshi. Şu bacamıza uzak ömür dilimiz. Akşamdan karışsın. Sağlık selametçilik olsun. Üstlerinde toylar olsun. En yaman gün işin olsun. Kızlarını çıkarıp Allah'ın dünyada oturuştu. Hemmesine nasip etsin. Sen arkarak durma. İşi cama hemmesi şöyle sel kendine kokuttu. Toyda kömesiyle. Ona gülerden tebrikler. Bir de şahit. Ey salomat bo'ling, oqibatingizga ko'z qo'ymasin. Любви такого окружения и чумового настроения. Şahin. Olan yıllardan tebriklerimiz. Allah ömür, saadet, ailenin baktan sağ bu. Ama şu ballarını ülendirip bir an çıkarmakta. Azı bir çelikte. Ama inşallah da. Aslında işi azı bir çelik. Azı bir çelik kapılmasın. Uzak ömür. Ama 120 yaşlı adam şimdi tebrikle oturmak nasip etsin. Sözleri Tonguçki'ye ömür. Hayratıyla, baktığını, saadetini Tonguç görüp Dinlige şükürlere yatarak balasını yönetirgenden bir şimdi kursançılık kılıp oturuşan ve nasip rozu eylesin. Şimdi bizler bir kişiye kızımız var. Sizler değil Suhan'dan bağım da. Tamam. Tanıyız. Sağ gibisin de. Jurnalist gelip bitirgen var. Tamam, şiirden tebriklesin. Tebrikler. Marhamat, eshitamiz chiroyli tilaklar sizdan endi. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения. İştik yaxşılar. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. So'zim boshida Ishunning grupani tashkil etgan boshlovchilarni, akamizni hammalaringiz omad tilayman, ishlaringiz zo'r. Ilohim shunday xalqning xizmatida hech qachon charchamanglar. Pacha tabriklayman tug'ilgan kunlaringiz bilan. Umringiz uzoq bo'lsin, akam bilan qo'sha qiling. Farzandlaringiz rohatini ko'rib bering. Shu musofirchilikqa ketgan ukamim ama so'y kelsin ilohim, shuni uylantirgan to'ylaridan va shu davradan Pachamayxonning sal kengroq davrada inshaalloh o'tirishlik hammamizga nasib etsin ilohim. Umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Akam bilan qo'sha qiling, bolalaringiz rohatini ko'rib bering. Şu şiirden. И шампанское подало. Bugungi tadbirni, bugungi ishlarni uyushtirgan qizlaringiz uchun, qizlaringiz nomidan sizga she'r o'qib bersam. Marhamat. Hamid ham gaplab tursin. Marhamat. Ya, arkadaş etme. Doğulan gününüz bilen tebrikler. Uzak yaşan Ulubek'in Tazagil'in toylarından ünedeyip yürüp aktif solukta öbürmek nasip etsin.
yoldaşımı təbrikləməm doğan gündə. Ömür yoldaşımız təbrikləməm doğan günü bilən. Xudayım şu balamızdan kaptallarına bərəkət versin. Səhvimiz həmmə vaxt gengəysin, lekin kəməyməsin. Həmmələrinizə rəhmət. Xudayım denk arıb ballarımızı rahatını görüş həmmələrimizə nəsib etsin. Şu musafir sut deyirgən balamam, tapqan tuqqanı həmişə toylara buyursun. Devremiz bundan geng olsun. Ey salomat bo'ling. Gelin için rahmet. Salana gelen yaşlı günlere borlup oturup nasip etsin. Hiç kimin bahtı yapmasın, devlet kaçmasın. Gitme balam. Otam, kızlar sen. Yo'q, hali biz ketmaymiz, biz xizmatdamiz. Hali tugamadi, chiroyli tilaklar bor hali. Farzandlari kuzatyaptilarmi yoki video tashlab beriladimi keyin? Kuzatyapti. Qarang, hozir qizlaringiz nomidan chiroyli tilaklar, chiroyli she'rlar aytildi. Hozir musofirlikdagi farzandingiz nomidan bildirilgan tilaklar, yuborilgan she'rlar bor. Ochiqcha aytaman, she'rni bizga boya tashlab berishdi. Hali kelishim bilan bitta o'qib chiqqanman. Agar kamchilik bo'ladigan bo'lsa, nimadir nuqson bo'lib qoladigan bo'lsa, avvalambor uzr so'raymiz. Xo'p, kelishdingmi? She'r yangiligi uchun hali bir marta o'qiganman, o'zimga ham notanish she'r ekan. Tayyor bo'lsangiz, chiroyli fon qilib bersangiz, bu she'rni albatta farzandingiz nomidan deya qabul qilasiz. Marhamat. Yelkangizni o'parkan quyosh ham bota. Qarshilab barchani bir uyg'ota. Bolangiz ko'ngliga paxtadan yumshoq, temirdan qattiqroq qalqonim ota. Zarvorlik yuklarda yuqtira olmas gard, oldingizga tusholmas biror bitta mard. Zardobga aylangan ichga yutgan dard, yurakda porlagan vulqonim ota. Gullar titrasada bo'ston vahimda, e'zozlab yashagay sizni rahimda. Bizni deya hayotning achchiq sahnida o'zini yer aylagan osmonim ota. Bolam deb nigohi g'unchadek so'lgan, og'ir sinovlarda ne bo'lsa bo'lgan, yuzi qayg'ursada ko'zlari kulgan, jannat hidi kelgan qiblagoh otam. Biror lug'at yo'q yig'lab nolishdan, asta hordiq olgan qattiq bolishdan. Qalbida erkalab yig'lagan tushda, yillarga ulg'aygan darmonim ota. Uzr kamchiligi bo'lgan bo'lsa, she'rni ikkinchi marotaba o'qiyaman. Albatta bu she'rni farzandingiz nomidan qabul qilasiz. Tilaklar ham bildirgan. Bu tilakni hozir farzandingiz tilidan o'qib beraman. Xo'p, kelishdingmi? Farzandingiz nomidan deya qabul qilasiz. Farzandingiz yetyaptilar. Aka, tabriklayman, 100 yoshlarga kirib, bizani baxtimizga sog' yurgaysiz. Opasiz xafa bo'lmang. Xudo xohlasa sizni tug'ilgan kuningizda mashin sovg'a qilaman debdilar. Iloyim niyatlarini Yetdim sizni, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtargina xokisor odam, dada sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida mehri bor dadam. Kamtar dadam, xokisor dadam, dada sizni yaxshi ko'raman. Dada, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Beni kıyam koyup, beni ciğer bağlarım koyup, sinelerde